Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Kimki bizni aldasa, u bizden emas. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet kılındı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir döve açlıqның yenidən ötüp, qolunu onun içine tıqqandı, barmaqları yönlendi. Şunun bilan Peygamber aleyhisselam, ey açlıqның egisi, bu nime degendi. O kişi, ey Allah'ның Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, yağmur yağıp qaldı dedi. Peygamber aleyhisselam, sen onu açlığının üstüge koygan bolsan, yani yağmurda qalğan yerini üstüge koygan bolsan, kişiler köygen bolsa, bizni aldığanlar bizden emas dedi. İbn Rushd rahimahullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kimki bizni aldısa o bizden emas degan bu sözünü o bizning yo'limizda emas, bizning hidoyatimizda emas deganlik buludu deb tushundirgan. İslam alimlari aldamchilikning har qanday turi, har qanday ko'rinishning harom ekanligiga ittifoq kelgan. Mayli u aldamchilik so'z orqali qilingan aldamchilik bo'lsin, yoki ish harakatdagi aldamchilik bo'lsin, yoki muomalatdagi aldamchiliklar bo'lsin, yoki nasihat qilishdagi aldamchiliklar bo'lsin, hammasi harom degan. Aldamchilik aldamchini islom doirasidan chiqarib etmasmi, biroq uning aldamchiligi cho'ng gunohlardan hisoblanadi. Aldamchilik musulmon qarindoshi qilingan xiyonat va samimiyatsizlikdan iborat. Chunki musulmonga samimiy bo'lish har bir musulmonning ustidagi farzdir, vojibdir. Muborak Ramazon oyida turibdimiz. Alloh subhanahu va taolo har birimizning bilib bilmay qilgan gunohlarini mag'firat qilsin, kechirsin, afu qilsin. Chunki Alloh afuni yaxshi ko'radigan karamlik zotdir. Va hammamizni gap so'zlarimizda, ish harakatlarimizda samimiy bo'ladigan kishilardan, rostchillardan qilsin. Va samimiy tavbaga muvaffaq qilsin, o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan ishlarga ham muvaffaq qilsin. Amin.